davlatimiz tomonidan ajratilgan subsidiya asosida olingan 20 million 600 mingini davlat tomonidan subsidiya qilib qoplab berildi. 39 million 400 mingga biz o'zimiz to'ladik. Juda xursandmiz. Ustalarimizga ham katta rahmat. Davlatimizga ham ming rahmat. Mana shunchalik bizga sharoit qilib berganlariga rahmat amaliyotga. Hurmatli azizlar, issiqlik nasoslarni ko'pchilik bilsanglar kerak. Bizga mana xabarlari bor. Ya'ni ko'mir, gazli muammoli joylarda mana shu issiqlik nasosi, ya'ni elektrda ishlaydi, lekin elektr koteldan 3 barobar kam tok sarflaydi. Yangi texnologiyalar. Qadam suzuvchi muqobil energetika davri keldi. Bu muqobil energetika davrida ishlaydigan eng zo'r texnologiya. Xonadoringiz, ishxona, parning nimani bo'lsa isitishga biz an'anaviy o'rganib qolganmiz, eskitdan gazli isitishga, lekin ko'ryapsiz, gaz narxi oshyapti. Qanchalik ko'tarilib bormoqda. Ko'mirda ham muammolik sabablar ko'p. Bu issiqlik nasosi yengillik emas. Dunyo tajribasi, Yevropada, Amerikaga qat'iy borib mashina, chunki elektr tokiga ishlaydi. Ha, elektr toki. Elektr tokini ham, demak, quyosh panelidan tekin qilib olish mumkin. Xuddi shunaqa. Davlatimiz bunga xos subsidiya beradi. Subsidiya ko'pchilik tushunadi, qard, kredit qaytaradi. Yo'q, unaqa emas. Davlat sizdan ortgan mablag' yig'ib turib, налогларdan yig'ib turib, o'ziga qaytarib beradi fuqarolarga. Subsidiya bu qaytarilmaydigan sovg'a. Demak, kim agar subsidiyani tushunmayotgan bo'lsa. Mana teploy nasos qo'ysangiz 20 million 600 ming so'mgacha to'lab beradi. Mana men bitta qilganmiz 4 xotili uyga, kezinlik kvadrat shunaqa. 60 million jami patrush narxi bo'lsa, 20 million 600 ming davlat to'lab beradi, 39 million fuqaroning o'zlari to'ladilar. Va jami ishlatildi. Endi bu odam uyda quyosh paneli bo'lgani uchun gazdan ham arzon hozir qishki sezonda. Yozda sovutishga ham ishlaydi. Eng muhimi, uy ro'zg'oringizni energetik avtonom qilib olasiz. Elektr tokini ham panel qo'yib o'zingizga tekin qilasiz va isitish tizimini ham tekin qilasiz. Imkoniyatdan foydalaning endi. Mana davlat subsidiya ajratyapti. Subsidiya bu sovg'a qaytarilmaydi. Bu kredit emas. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Marhamat. Qadar respublika istalgan hududda o'rnatib beramiz. Agar kimdir subsidiya qo'yilayotgan bo'lsa, talab qiling subsidiyadan foydalaning. Chunki narxi bir xil. Biz sunuvchi kompaniyaga narxi bir naqdga qo'ydikmi yoki davlatdan olib qo'ydikmi? Agar kimda yo'q, subsidiyalar qimmat bo'ladi, aldayotgan bo'ladi. Albatta. Mana SG Energy, mana rahbari Bekzodjon. Mana shu yigitga murojaat qilinglar. Sizga subsidiyani olishda ham o'zi yordam beradi. Rahmat. Insoniyat tarixida Shuhrat aka Sanoat revolyutsiyalaridan oldin nima edi? Juda ko'p negativ bor endi. Hayvondan farqimiz bor. Meni mana boqadi, ovqatga desangiz siz qul bo'lasiz. Tuzumlarni analiz qiladigan bo'lsak, yer har doim bu feodalniki bo'ladi. Sanoat revolyutsiyalari sanoatni paydo qildi. Asosiy turtki bu ilm fanning rivojlanishi. Shuhrat aka, mana insoniyat tarixi bugun 4-sanoat inqilobi davriga kirdi, qadam tashladi. Biz bir tarixiy davrda yashayapmiz, Shuhrat aka. Ya'ni 4-sanoat inqilobini o'sha eng bir ahamiyatli davrida yashayapmiz. Shuhrat aka, keling, mana shu tomoshabinlarimizga sanoat inqiloblari haqida va buni ahamiyatlari haqida bugun gaplashsak. Insoniyat tarixida Shuhrat aka 4-sanoat inqilobi 3 marta sanoat inqilobi bo'lgan. Undan oldin insonlar o'sha ya'ni qanaqa yoqilg'ilardan foydalangan, shu sanoat inqilobigacha. O'tindan keyin ko'mirga o'tishda uzoq asrlar davomida insoniyat o'sha sanoat 1-sanoat inqilobigacha o'zi qanaqa yoqilg'idan bilasizmi, sanoat inqiloblarining farqi bu sanoat usulida biror bir sohani o'zlashtiradi. U ko'mirmi, neftmi yoki farqi yo'q, o'tinmi, boshqa nimami, uranmi, sanoat usulida sanoatlantirish. Endi mana shu savolingizga javob berishdan oldin sanoat inqiloblaridan oldin, sanoat revolyutsiyalaridan oldin nima edi? Shu uzoq asrlar munosabatlar qanday bo'lgan? Sanoat inqiloblarining mana shu iqtisodga, jamiyatga, davlatga ta'siri bu albatta misli ko'rilmagan ta'sirga ega, lekin mana shu sanoat revolyutsiyalaridan oldin ham
davlatlar, jamiyatlar va konkret odam, shaxslar bo'lgan. imperiyalar bo'lgan. Imperiyalar bo'lgan, mana tuzumlar bo'lgan. Tuzumlar bo'lgan. Endi biz ularni ijtimoiy iqtisodiy formatsiya deymiz, mana Karl Marksga nisbatan hozir bugungi kunda juda ko'p negativ bor endi. Uning shu haligi oxirgi xulosalari bo'yicha, ya'ni kelajakda Marksning o'sha nimasi bo'yicha hamma shu aqlga urg'u beramiz va aql bilan ish qilamiz, ha? Xususiy mulk faktori bizni harakatlantiruvchi kuchimiz bo'lmaydi. Xususiy mulk faktori emas, balki ong faktori. Biz onglaymiz-ku. Hayvondan farqimiz bor. Demak, bu oxir oqibat demak shunday o'ynab berish kerakki, bizni yugurtiradigan, ishga chorlaydigan, uxlatmaydigan narsa bu xususiy mulk emas, balki ongliligimiz bo'lishi kerak. Endi umumiylashtirib aytganda mana shu gap. Mana shu yerda demak haligi Marksni bir tanqidchisi sifatida shoshib qo'ydim. Xususiy mulkni inkor qilib bo'lmas ekan. Xususiy mulkni inkor qilib bo'lmas ekan. Lekin xususiy mulk mana shu kapitalistik ishlab chiqarishdan oldin ham bo'lgan edi-ku, ha? Quldorlik jamiyatida imperiyalar bo'lgandi. Shunda Rim masalan. Buyuk imperiyalar. Antik davr imperiyalari, Karfagen, Rim, Grek Yunon imperiyalari, Iron imperiyasi, Xitoy, Vavilon imperiyasi, Xitoy imperiyasi va lekin bular quldorchilik imperiyalari edi. Quldorchilik imperiyalari edi. Endi farqi nima? Keyin nima keldi quldorchilik imperiyasining o'rniga? Keyin feodal munosabatlar va feodalizm keldi. Feodalizm, ha? Demak, mana qarang. Quldorchilik davlatlari va quldorchilik tuzumining asosiy farqi bu yerda inson bu resurs sifatida ko'riladi. Boshqacha aytganda, insonni asosiy resurs ikkita. Bu yer va inson. Yerni bosib olish kerak, insonni keyin qulga aylantirish kerak va u qulga aylangan inson ishlab chiqarish mehnat quroli. u ham xususiy mulkka aylanadi. U o'sha quldorning xususiy mulkiga aylanadi. Endi biz mana o'tgan safar haligi bo'lgan ko'rsatuvda men bir gap aytdim, ayrimlarga bir qattiqroq tegib ketdi ixtiyor. Men aytgandimki, agar ongli inson, o'zining mana kapitalizmda iqtisod fani kapitalizm qanday tushuntiradi? Iqtisod fani kapitalizmni mana yollanma ishchi deydi. U tadbirkorga, korporatsiyaga yoki ma'lum bir shaxsga o'zining mehnatini sotadi. U jismoniy mehnat bo'lishi mumkin, aqliy mehnat bo'lishi mumkin, ha? Shuni sotib, shuning evaziga nima oladi? Shuning evaziga nima oladi? Manfaat, pul oladi. Pul oladi. Agar mana shu pulni olib tashlasak, u pulga ishlamasa, u qul bo'lib qoladi. Mana biz o'tgan safar aytgan edikki, mana shu vatan tuyg'usi yo'q, ha? O'zi shu haligi milliy davlatchilikka qarshi, o'zini tiliga qarshilarni, o'zini tildan jirkanadiganlarni, keyin hali bizni boqyapti deydiganlarni qul deymiz deb aytgandik. Mana yana bir mol boqiladi, mol. Molni boqadi, o'zi ibora bor-ku, mol boqish degan, ha? Siz insonmisiz? Siz mehnatingizga pul olishingiz kerak. Shunda siz yollanma ishchi bo'lasiz. Agar siz shu pulni olmasdan faqat ovqatga, meni mana boqadi, ovqatga desangiz, siz qul bo'lasiz. Shuning uchun shu kechagi gapimizni noto'g'ri talqin qilibdi yana. Noto'g'ri talqin qilib, sizlar Rossiyada ishlaydiganlarni qul dedilaring deb tuhmat qilibdi yana. Konstantni tushunmaslik. Yana bir marta, demak, agar siz insonman, huquqli insonman, men o'zimni o'zim boqyapman. Men mana mehnatimni sotaman, pulga sotaman va shu orqali bola chaqamni boqaman desangiz, siz insonsiz. Agar yo'q, meni mana boqayapti, meni mana Rossiya boqyapti, ishlaganim uchun boqyapti, ishlaganim uchun boqyapti desangiz, siz qulsiz, ha? Bu iqtisod fani shunday deb yozgan. Og'aynilar, men ichimdan to'qib aytayotganim yo'q.
endi mana mavzuga qaytaylik. Endi qarang, feodalizmda rasman qullar yo'q bo'ldi. Lekin bu qullarni hech qanday qullikdan chiqqanlarning hech qanday resursi ham bo'lmadi-da. Bular o'zi mustaqil resursi bo'lish kerak bu. O'zining yeri bo'lish kerak. Yerning hammasi feodalizm tuzumida. U feodalning qo'lida. O'sha eski quldorlar. Mana klassik agar Yevropa jamiyatidagi mana shu tuzumlarni analiz qiladigan bo'lsak, bu yerda o'sha haligi yollanma ishchi, dehqon, u feodalning yerini ijaraga olib ishlaydi. Yer har doim u feodalniki bo'ladi. Buning hech narsasi yo'q. Endi feodal uni ikki xil usulda boshqarishi mumkin. Yo mana abrok to'latib, yo barchina qilib ishlatish. Bu butun mana shu klassik Prussiya o'shaligi yerga feodalizm davrida yerga egalik qilish nimasi, keyin u Rossiya uni ko'chirib oldi. Dvoryanlar va krepostnoylar, krepostnoylar ular haqiqiy qullar edi o'zi. Mana qarang. Abrok degani bu mana bu nimani ishlab berish, hosilni yig'ib olgandan keyin ulush berish. Boshdan kelishilinadi. Yer chunki feodalniki, uni shu haligi ishlab ijaraga olib ishlab beradi, keyin oxirida shuncha foizini feodalga beradi. Barshina bu baringa nima qilish, haftaning bir kun yoki 2 kunida uning maydoniga borib ishlab berish. Dvoryan yoki shu senyor aytadi. Mana men senga 1 gektar yer beraman, lekin sen shu o'zing ham ishlaysan o'zingning yeringda. Va keyin haftaning 2 kun yoki 3 kuni mening mana 5 gektarimni ham ishlaysan. Lekin bunda ishlaganing tekin bo'ladi. Endi biz buni klassik qul deya olmaymiz. Chunki bu yerda u ozgina manfaat ko'ryapti. Ya'ni o'ziga 1 gektar yer beryapti-ku, to'g'rimi? U endi o'sha klassik ko'rinishdagi qul emas-da. Agar u bu barinni yerida yetarlicha nima ishlamasa, samarali, u qolgan yerini olib qo'ymaydimi, nima qiladi shunda? Endi jozalagan shafqatsiz jazo turlari, endi Rossiyada mana dvoryan va krepostnoy desak, u yerda endi juda total, mutlaqo haligi total bo'ysundirish bo'lgan. Bu biz bu yerda mana shu bu abroko barshini ham shartli qamchi bilan ishlatilgan. Rossiyada krepostnoy qamchi bilan ishlatilgan. Keyin Yevropada agarda senyor yo Yevropada mana Germaniyada dvoryanlar qadimgi Rim imperiyasi davridagi ahvolda. Ya'ni bir yilda bir martagina dvoryan o'zining shu krepostnoylariga haligi ozodlik ato etishi mumkin bo'lgan ayrim hollarda yoki almashtirish mumkin bo'lgan, shu xo'jayin almashdi degan yoki xohlagan paytda sovg'a qilishi mumkin bo'lgan. Bu haqda rus adabiyoti, rus klassik adabiyotini sevuvchi, uni o'qiganlar juda yaxshi tushunadi. Mana masalan Ivan Turgenevning haligi hikoyalari bor, rus krepostnoylarining shu ahvoli haqida, xizmatlari haqida. Endi bu Turgenevlar bular hammasi o'zi dvoryanlar bo'lganda. Ular shu hali ham ular shu Yevropadan uyolib zulmlarni kamaytirgan, yozavermagan zulmlarni. Eng shu haligi krepostnoylarga nisbatan zulm bu Yekaterina II davrida, Saltichixa krepostnoylarni o'ldirish ham huquqi bo'lgan dvoryanlarda. Hech kimga javob bermagan absolyut, Shunday. Endi qarang, nimasi bilan xarakterini, bu ishlab chiqarish usullari haqida gapirdik, Sanoat yo'q. Mana sanoat revolyutsiyalari sanoatni paydo qildi. Mana feodalizmda sanoat yo'q. Quldorlik tuzumida ham sanoat yo'q. Sanoat paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. Sanoat revolyutsiyalari
sanoatni shakllantirdi. Hunarmandlar bor, lekin ular sanoat emas. Mana shu feodalizmdagi ishlab chiqarish usulini, demak, o'sha natural ishlab chiqarish usuli deb aytadi iqtisod fani. Natural ishlab chiqarish degani shu bir feodal, katta feodal gersog, uning bir qal'asi bo'lgan, mana shu zamok deymiz-ku, Yevropa zamoklari. Shuni atrofida endi qishloqlar kengayavergan, keyin shaharga aylangan. Va endi bu yerda hunarmandlar paydo bo'lgan. Lekin bu hunarmandlarning ham aksar qismi asosiy ishi shu dvoryanga, gersogga, baronga xizmat qilishdan iborat bo'lganda o'zi. O'sha haligi kamzul tikkan, idish tovoq yasagan, etik tikkan, kulolchilik qilgan va mana bu global savdo yo'q. Hamma dvoryanning o'zining shu kosblari bor, o'zining shu ustalari bor, kiyim tikishdan, etik tikishdan tortib, shu otlarga anjomlar ishlab chiqarish va hokazo va hokazo. Mana shunaqangi buni endi iqtisodda feodal ukladi yoki natural ishlab chiqarish ukladi deyiladi. Endi mana sanoat paydo bo'lishiga nima turtki bo'ldi? Sanoatlashish, boshqacha aytganda kapitalistik ishlab chiqarish usuli paydo bo'lishida asosiy turtki bu ilm fanning rivojlanishi. Hamma sanoat revolyutsiyalarining asosi bu ilm fanga asoslangan. Ilm fanning rivojlanishi. Mana qarang, 1700 Shuhrat aka, Sharqda ham masalan ilm fan rivojlangan davrlar bo'lgan-ku, nega sanoat inqilob bo'lmagan-ku? Masalan, shu bizda Bag'dod xalifaligida globallashuv bo'lmagan, globallashuv. Bir kompleks qarash kerak-da. Nega aynan shu Angliya, o'sha Yevropada bo'lyapti-da, shu hayratlanarli. Globallashuv. Mana shu Yevropada qaysi nuqtalarda kapitalistik ishlab chiqarish usuli paydo bo'ldi va qaysi nuqtalarda biz aytgan mana shu sanoatlashuv yuz berdi. Bu avvalo Gollandiyada boshlandi, keyin Britaniya, qisman mana Italiyaning shimoliy o'shaligi shahar respublikalari deymiz-ku. Mana shu shahar respublikalarida xalqaro global xalqaro savdo, mana shu buyuk geografik kashfiyotlar bilan buni bog'lab gapirishimiz kerak, ixtiyor. Mana shu buyuk geografik kashfiyotlar bo'lmaganda bu sanoat revolyutsiyalarining ham bo'lishi balkim shubhali bo'lardi. Yoki u bir kemtik bo'lib qolar edi. Global savdoning paydo bo'lishi shu tovarlarni sanoat usulida ishlab chiqarishga undadi. Shu haligi ilm fanni rivojlantirdi. Mana 1760-yilda James Watt bug' dvigatelini yaratgan. Va bu bug' dvigateli universal dvigatel bo'lib chiqdi. Uni demak, mana shu dastlabki bug' parovozlariga ham qo'yishdi. Ya'ni temir yo'l, alohida bir segment paydo bo'ldi, temir yo'l degan, kemalarga ham qo'yishdi. Mana qarang, parallel ham quruqlik, ham dengizda bu ish berdi-da. Keyin bug' dvigateldan foydalanib, u yerda bor yo'g'i mana shu haligi potensial aylanma harakatni har xil haligi mexanizm bilaklar orqali boshqa kuchlarga aylantirib qo'yish, masalan, pastdan bir narsani tepaga tortish, yoki bir A punktdan B punktga bir katta hajmdagi, katta og'irlikdagi narsani bug' dvigateli orqali, elektr toki yo'q hali. Elektr toki bu ikkinchi sanoat revolyutsiyasi mahsuli. Bu birinchi sanoat inqilobi. Gap birinchi sanoat inqilobi haqida ketyapti. Natijada mana shu bug' dvigateli asosidagi dastlabki sanoat korxonalari paydo bo'ldi. Sanoat korxonalari. Endi bug' dvigatelining yoqilg'isi nima edi? Ko'mir edi. Shuhrat aka, bitta savol. Bug' dvigatelining yoqilg'isi, demakki, birinchi sanoat revolyutsiyasining yoqilg'isi bu ko'mir.